Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kitob podkastining navbatdagi soni. Bugun men sizlarga manipulyatsiya qilishni o'rgataman. Bugungi kitob men uchun asosiy kitoblardan biri, meni ishimdagi asosiy kitoblardan biri aniqrog'i. Va bu kitobda har bir tadbirkor, pul topmoqchi bo'lgan inson, sotishni o'rganmoqchi bo'lgan inson, boshqa insonlarga ta'sir qilmoqchi bo'lgan inson o'qishi shart. Bu kitob o'zbek tiliga tarjima qilinganligi aniq. Men bu narsani точно bilaman. Tarjimasi haqida har doimgidek bir narsa deya olmayman. Katta ehtimol bilan yaxshiroq, chunki kitobning ichidagi ideyalar zo'r bo'lgani bilan juda ham sodda, oddiy, qiyin emas, tushunishga ham qiyin emas va xudo xolisa sizlarga bu kitob ancha foyda keltiradi. Ayniqsa bu dunyoda ko'proq pul topmoqchi bo'lsangiz va insonlarga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz. Bu kitobning nomi Ta'sir psixologiyasi, Robert Chaldini. Bu klassika, prям marketing bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan, pul topmoqchi bo'lgan, biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan har qanaqa inson muzokara qilasizmi, muhokama qilasizmi, bolalaringizni tarbiyalamoqchimisiz, uydagi qanaqa munosabatlaringizni yaxshilamoqchimisiz, kimnidir nimadir qildirmoqchimisiz, bajartirmoqchimisiz, farqi yo'q. Mana shu kitob ichida juda ham ko'p shu haqida ma'lumot bor. Endi albatta men 5 ta asosiylarni sizlarga tushuntirib o'taman. Buni kitobni o'qishni men bizlarni tavsiya qilaman. Sababi bu kitobdan juda ham ko'p tajribalarni olsangiz bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi kalit g'oya, kitobning kalit g'oyasi shundan iboratki, bu narsani rus tili psixologiyasida prinsip взаимности deydi. Ya'ni sendan o'gina, mendan bugina o'zbekchasiga. Agar kimgadir nimadir qilgan bo'lsangiz, katta ehtimol u inson ham siz uchun nimadir qilgisi keladi. Bu yerda buni sotuvda qanaqa ishlatiladi? Odatda sotuvda bilsanglar, mana qanaqadir mebel olgani kirasizlarmi, boshqa narsa olgani kirasizlarmi, odamlarga qanaqadir bepul narsalar beriladi. Probniklar beriladi, nimadir bonus qo'shib beriladi, choy damlab beriladi, kofe damlab beriladi. Ya'ni o'sha sotuvchi, o'sha inson sizga nimadir qilib beradi. Katta narsa bo'lmasligi mumkin, oddiy bitta e'tibor bo'lishi mumkin, lekin bu sizni psixologiyangizni shunaqa ishlashga majbur qiladiki, ha, demak, men ham nimadir qilib berishim kerak. Tushunasizmi? Shuning uchun doim aytaman, networkingda sovg'a berish juda ham muhim narsa. Juda ham muhim narsa. Bu yerda asosiy masala mana bizda o'zbek tilida paxta qo'yish degan tushuncha bor. Bitta narsani tushunishlik kerak. Paxta qo'yish qachon bo'ladi? Paxta qo'yish qachon bo'ladi? Shunda bo'ladiki, qachonki siz puli bor, mansabdor, mana qanaqadir bir insonlarga yaxshi e'tirof qilsangiz, yaxshi munosabat qilsangiz-da, pastroqdan pastroq bo'lgan insonlarga yomon munosabat qilsangiz, shunda paxta qo'yish bo'ladi. Agar siz hammaga birdek yaxshi munosabatda bo'lsangiz, hammaga birdek yordam bermoqchi bo'lsangiz, katta ehtimol bilan bu narsa sizga juda ham katta kumulativ effekt beradi. Ya'ni hayotingizda sizni tomoningizga oladigan insonlar qattan ham ko'payishni boshlaydi. Bitta masala, bu prinsip haqiqatan ham psixologiyada ishlatiladi, ya'ni marketing psixologiyasida. Qaysidir insonga nimadir bersangiz, qaysidir insonga nimadir qilib bersangiz, u inson sizdan nimadir olgisi keladi, sizga nimadir yordam bergisi keladi, mana shu narsasini sotib oling, mana bunaqa qanaqa foyda ko'rsin degan fikr paydo bo'ladi. Va real hayotda ham shunaqa. Imkon qadar qaysidir insonlarga nimadir qilib berishga harakat qiling, bu insonlar ham sizlarga o'zini shu yordamini bergisi keladigan bo'ladi. Endi masala nimada bu yerda? Bu juda ham nima deydi? Tonki narsa, bilasizlarmi? Yuqi ham narsa, juda ham yuqi narsa. Masala nimada? Asosiy urg'u berishlik kerak bo'lgan narsa addushi qilish kerak. Har qanaqa yaxshilikni. Men insonlarning manipulyatsiyasi ham win-win bo'lish kerak deb hisoblayman. Ya'ni win-win deganda boshqa insonni gar siz manipulyatsiya qilyapsizmi? Deylik, men misol uchun bolamni manipulyatsiya qilyapman-da, men bolamga aytayapman, "Yur o'g'lim" deyapman, yoki aytaman, "Yur qizim" deyapman, "Sani deylik, men shu qayergadir olib boraman." O'zi aslida ukolga olib ketyapman, men unga aytmayman-ku. Men seni hozir olib boraman bitta joyga, senga tam temir tiqishadi, yana bir narsa bo'ladi, og'riydi demayman. Men uni manipulyatsiya qilib aldab olib borib olaman, chunki uning uchun foyda bu narsa. Chunki uning uchun bu narsa foyda. Ya'ni manipulyatsiyani yomon g'araz yo'lida ishlatmaslikka harakat qilinglar. Bu juda ham yomon. Manipulyatsiya qilsanglar ham faqatgina inson ham qanaqadir o'zini manfaatini bu narsadan olish kerak. Manfaatli, ikki tomondan manfaatli bu narsani win-win deydi ingliz tilida. Manfaatli bo'lish kerak. Har qanaqa qilinadigan harakatlar, har qanaqa qilinadigan manipulyatsiyalar. Bu prinsipni, ya'ni sendan o'gina, mendan bugina prinsipini sekin-sekin ishlatsanglar bo'ladi. Zo'r ishlaydi, ishonaveringlar. Kitobning ikkinchi asosiy g'oyasi bu jamoaviy isbot effekti. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Hamma shunaqa qilyapti-yu, demak bu yaxshi. Hamma mana bunaqa qilyapti, demak bu yaxshi. Va hokazo. Marketingda qanday ishlatiladi? Misol uchun restoranga kirsangiz, eng zo'r mana sizga deylik, men restoranning kalit joyi qayerda? Restoran o'zi umumiy restoran qayerdan pul oladi? Restoran shotdan pul oladi.
Qolgan jarayonlar siz bilan telefonda gaplashadigan odam ham, siz stolingizni bron qiladigan inson ham, kirgunizcha boshqa narsa qilgunizcha u borishsa bo'ladi, to'g'ri bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Yo'q, stolda o'tirib ovqat yemagunizcha biznes pul qilmaydi. Tushunasizmi? Mana shu joyda o'rtada kim turadi? Ofitsiant turadi. Ofitsiant kallasi ishlasa, haqiqatan ham kuchli psixologiyani zo'r tushunsa, u sizga sotmoqchi bo'lgan narsasini ko'pchilik shuni oladi deb taklif qiladi. U aytadiki, mana ko'pchilik mana buni zakaz qiladi, odamlarga yoqadi desa, bum, katta ehtimol bilan mana shu effektga, ya'ni jamoaviy effektga siz уже ilinasiz va shu joyda olasiz. Bu yaxshimi, yomonmi? Gap bunda emas, gap shundaki, bu texnika zo'r ishlaydi, haqiqatan. Mana ko'pchilik shunaqa qilyapti-ku. Yoki ko'pchilikga qaraydi. Aytaylik, O'zbekistonda zo'r rivojlangan bu narsa. Gentra, qora gentra. Qora gentra ketdi mana. Ko'pchilik olishni boshladi, narx uchib ketdi, 20 mingga ham chiqib ketdi, odamlar bari olib yotibdi. Olib yotibdi. Mana shu narsani jamoaviy isbot effekti deydi. Haqiqatan ham ko'pchilik qilgan ishga biz talpinishga harakat qilamiz. Oqimga qarshi suzuvchi insonlar juda ham kam va hayotda siz mana shu narsani o'zingiz uchun ishlatsangiz bo'ladi. Qaysidir insonga ko'pchilik shu narsani qilayotganini isbotlasangiz, shu siz xohlagan ishingizni qiladi. Qaysidir jamoa ko'pchiligi mana shu narsani qilsa, o'sha inson siz xohlagan shu ko'pchilik qiladigan narsani yoki ko'pchilik qilmasa ham xuddi ko'pchilik qilayotgandek qilib ko'rsatishingiz mumkin-da va o'sha insonni o'zingiz xohlagan xulq-atvori olsangiz bo'ladi. Bu juda ham muhim narsa. O'sha marketingda aytganimdek, asosan mashina olishadi yoki asosan ko'pchilik odam bizdan mana buni sotib olishadi deydigan gap o'zi sizni mana shu effektga olib borib turib ilinishingizga juda ham katta aniq bo'ladi. Sabab bo'ladi, siz hayotda bu narsani zo'r qilib ishlatsangiz bo'ladi. Marketingda, sotuvda, uydagi munosabatlarda, boshqa joyda va hokazo joylarda ko'pchilikni misol keltirish orqali, demak ko'pchilik qilsa, demak men ham qilar ekanman. Odamlar o'zi bu absurd darajasiga chiqarib yuborishgan. Misol uchun, insonlar o'ylaydiki, ko'pchilik to'g'ri deb bilgan narsa to'g'ri deb o'ylashadi. Misol uchun 1 milliardta inson nimadir to'g'ri deb bilsa yoki nimagadir ishonsa, demak 1 milliard kishi bekordan bekor ishonmaydi deyish mumkin, lekin unaqa ishlamaydi. Real haqiqat boshqacharoq. O'zi aslida olganda, haqiqat unga ishonuvchi insonlar sonidan o'zgarmas. Lekin psixologiyada bu narsa haqiqatan ham bir 90 ehtimol 9% insonga zo'r shunaqa cho'tka ishlab beradi. Sizga bu narsani o'zi yetarli bo'ladi. Shuning uchun mana shu jamoaviy isbot effektini o'zingiz hayotingizda zo'r qilib ishlatsangiz bo'ladi. Chunki bu narsani ko'pchilik ishlatadi. Defitsit prinsipi, ya'ni bu 3-g'oya, kitob g'oyasi. Bu nima degani? Nimadir kam bo'lsa, o'sha narsa qadrli bo'ladi biz uchun. Nimadir kam bo'lsa, o'sha narsani biz qadrlashni boshlaymiz. Nimadir cheklangan bo'lsa, o'sha narsani biz qadrlashni boshlaymiz. Oldindan oqqan suvni qadri yo'q deb bekorga aytmasa kerak, kitobda zo'r misollar keltirib bergan. Misol uchun, qaysidir tovardan ikkita qoldi. Bu narsani marketologlar, sotuvchilar, biz ya'ni nima deb ataymiz? FOMO deymiz. Fear of missing out deydi. Misol uchun 12 soatdan keyin yopiladi nimadir. Bo'ldi. 12 soat ichida olsang olib ketdi. Odamlar talpallab keladi, chunki bo'ldi, yopiladi, u cheklangan. Har qanaqa defitsitga ega cheklangan narsa qadri baland bo'ladi doim. Qadri doim baland bo'ladi. Doim odamlar o'chirtga turadi, boshqa narsa qiladi va hokazo. To есть, deylik, qanaqadir buyumlar, misol uchun $500 million, $400 million, $100 million ga sotiladigan rasmlar nimaga bunaqa qimmat? Chunki bitta ular, bir donagina butun dunyoda bo'ldi, boshqa yo'q. Original mana shu inson chizgan. U tan narxi u $100 ham chiqmaydi uni, u eski tuski bitta taxta xolos o'zi aslida. Lekin shunaqa qimmatki, sababi u ekzemplyar, bir donagina ekzemplyar, bir donagina original narsa. Tushunyapsizmi? Bu biznesda dunyodagi eng boy inson Bernard Arnault o'zini shaxsiy boyligi bo'yicha. Bu inson shunaqa bizneslari bor, 300-200 yildan beri bor. Birorta texnologik kompaniya 300-200 yil yashamaydi. Apple hech qachon 200 yil yashay olmaydi. Texnologiyalar o'zgarib ketadi. Любой texnologik kompaniyani uzog'i yashashi anaqasi bir 50-70 yil unaqada keyin o'zgartirish kerak yo'nalishini yoki yo'q bo'lib ketish kerak. Misol uchun sumka tikuvchi bitta kompaniyani topasiz. Qayerdadir Angliyada u sumkani 5000, 4000, 7000, 10000 dollardan sotadi. Oddiy bitta koja sumka 2000 yildan beri hech narsa o'zgarmagan. Prosta 300 yildan beri sumka tikar ekan bular. Bulardan 2000 dollarga sumka olaman deb odamlar oladi shu narsani. Mana shu ekskluzivlik, mana shu defitsit insonlarni sotib olishga majburlaydi. Bu narsani FOMO deydi. Men shunaqa bitta marketolog taniyman. Bir kunda bitta storiesda odami ham ko'p emas, o'zi aslida olganda $18000 pul qilgan. FOMOni ishlatib, zo'r qilib turib tikib chiqqan bu narsani bitta kursini qo'yganda, narxini 10 barobarga kichkina qilganda aytganki, mana shu stories o'chguncha shu taklif bor. Keyin yana eski narxiga qaytadi. Odamlar kerakmi, kerak emasmi kursni shaqqillatib sotib olishgan. Juda ham ko'p insonlar chet elda shopping qilishadi, ana Black Friday deydi bu narsani, ya'ni o'tda bilsanglar, misol uchun 50%, 80% skidka qilib qo'yishadi bir kunga. Tamom ketdi, u kiyim kerakmi, kiyadimi, kiymaydimi odamlar kela oladi. Chunki bu defitsit prinsipi.
juda ham zo'r ishlatsanglar, ular bitta qoldi, ikkita qoldi yoki tam qanchadan cheklangan yoki qanchadan vaqtdan keyin bu narsa bo'lmaydi desanglar, odamlar uchun bu juda ham katta trigger. Ular borib sotib olishga harakat qiladi, borib olishga harakat qiladi. Sotuvda zo'r ishlaydi bu narsa. Ishonaveringlar, men shaxsan o'zim juda ham ko'p marta ishlatganman. Bu zo'r texnika, zo'r ishlaydi. Обязательно hayotingizda bu narsani ishlatishga harakat qilinglar. Sizlarga foyda bo'ladi. 4-g'oya bu ketma-ketli effekti. Ya'ni odamlar o'zini harakatini ketma-ket qilishga harakat qiladi. Misol uchun, deylik, siz go'sht yerdingiz doim va qaysidir payt siz go'sht yeb yurgansiz. Go'sht yeydigan insonlarni sal g'alatiroq deb o'ylagansiz va shunaqa qilib gapirib yurgansiz. Keyinchalik go'sht yegiz kelmay qolsa ham, siz baribir o'z fikringizdan qaytmaysiz, chunki boshqalar fikridan qaytibsan-ku, nima deb gapirmasligi uchun, ya'ni ketma-ketlikni yo'qotmaslikka harakat qilasiz. Odamlar doim shunaqa. Misol uchun, bir narsani qilib yuribdimi, shu narsani qilib yurishga harakat qiladi. Tamom. Misol uchun, ajoyib insonlar bor, bir-biri bilan urushadi, BMWchilar bilan Mercedeschilar. BMW zo'r deydi, Mercedes zo'r deydi, Mercedes zo'r. Bunisini BMWsi yo'q, bunisini Mercedes yo'q. Bunisini mashinani minib ham ko'rmaganda 90% hech qachon, lekin BMWni zo'r deydi. Hech qachon minmagan BMWsini. Bunisi hayotida bir rolga o'tirmagan Mercedesini Mercedes zo'r, bir-birini so'kib yuraveradi. Va ketma-ketlik, bu mana shu ketma-ketli effekt. Ya'ni bir marta qattadir BMWni maqtaganda shu bilan ketaveradi, gapiraveradi. Buni qanday ishlatsa bo'ladi? Kichkinagina narsa qildirsangiz bo'ldi bitta insonga. Kichkinagina qilish qiyin bo'lmagan narsani qildirsangiz bo'ldi bitta insonga, bir arzon narsangizni sotsangiz bo'ldi bitta insonga. Shu arzon narsa orqali keyin qolgan sal qimmatroq narsalarni sotish oson bo'ladi. Chunki u ketma-ket sizdan olishga harakat qiladi. Masalan, sochingizni bitta joyda oldirasiz, ovqatingizni bitta joyda yeysiz. Umuman yangilikni qilishga insonlarning psixologiyasi mo'ljallanmagan. Odatda biz o'zimizga qulay va odatiy narsalarni qilishga harakat qilamiz. Mana shu jarayonni odatga aylantirib olsangiz bo'ldi. Agar sizdan arzon bir nechta chekdagi narsalarni olgan bo'lsa, qimmatini aynan shu insonga sotishingiz 10 barobar oson, chunki boshqa yangi insonga qaragan. Mana shu narsani ko'pchilik tushunmaydi. One touch selling degan narsa bor. Ya'ni bittada sotish degan narsa bor. Bu ishlamaydigan narsa umuman. Hozirgi kunda yoki brendingiz o'ta slishkim kuchli bo'lishi kerak buning uchun. Yoki siz qanaqadir marketing dahosi bo'lishingiz kerak. Eng kuchli marketologlar ham aynan mana shu ketma-ketli effektini ishlatishadi. Ular birinchi yengilgina narsa berishadi. Sal og'irroq qilishadi. Sal keyin eng qimmat narsasini beradi, odam oladi. Chunki ketma-ket sizdan nima deb olib kelyapti. Va hokazo. Agar bir kishiga qanaqadir iltimos bilan murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, yengil ishlaringizni qilib turish tavsiya qilinadi. Ya'ni oddiy mashina e'tibor, buni e'tibor, mana buni berib tur, buni berib tur. 10-15 ta ishdan keyin qanaqadir o'zingizga kerakli kattaroq ish etsangiz, u inson o'sha narsani bajarish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Chunki u shu paytgacha sizga yordam berib kelgan, dalshi ham harakat qiladi mana shu narsaga. Mana shu manipulyatsiya texnikasini siz o'zingiz uchun ishlatsangiz bo'ladi. Ayniqsa sotuvda mana shu zo'r ishlaydi. Sotuvchilar tavsiya. 5-asosiy g'oya kitob g'oyasi insonlar avtoritetligi ishonishga moyilligi bor. Misol uchun menda ham bunaqa narsa bor. Prinsip Linus Pauling deydi. Linus Pauling prinsipi degan narsa bor. Ya'ni nima deydi bu narsa? Ilmiyotda avtoritetli yo'q. Men 80 ta Nobel olgan bo'lsam, men dunyodagi eng aqlli inson bo'lsam, o'sha inson nimadir degani uchun to'g'ri qola olmaydi. Bu inson qanaqadir havola keltirish kerak, isbot keltirish kerak. Misol uchun Linus Pauling degan inson bo'lardi, o'zi Nobel olish deyarli imkonsiz narsada. Tushunishingiz uchun Nobel olish uchun ilmiyotda siz shu paytgacha bo'lmagan nimadir qilishingiz kerak. Ya'ni shu paytgacha mana birorta insonni qo'lidan kelmagan ish qilgan inson Nobel oladi. Endi masala nimada? 2 marta Nobel olishga nima deysizlar? Ketma-ket. Kimyodan. Bu insonning ismi Linus Pauling bo'lgan va shu inson aytardiki, C vitaminini ichish tam rakka davolaydi bir narsa degan qaror ideyasi bo'lardi. Ko'pchilik ishonib yurardi. Endi u adashishi mumkin emas-ku, 2 marta Nobel olgan-ku degan fikr bo'lardi inson. Yo'q, adashgan. Любой inson adashadi. Istalgan dunyodagi eng aqlli inson ham adashish xususiyatiga ega. Shuning uchun ham odatda haqiqatan ham kuchli olimlar nima qiladi? Ular havolalanadi. Ya'ni ular havola beradi. Aytadiki, men gapim mana shu va bu gapimni tasdiqi mana bunga asoslangan. Tanishib chiq deydi. Xolis bo'lsa. Meni gapimga ishon, men bilaman, 15 yil tajribam bor, 80 yil tajribam bor demaydi. Masalan nimada? Misol uchun hozir anaqaga borsanglar ham, universitetlarga borsanglar ham 30-40 yildan beri ta'lim ichida yurgan insonlar, inson miyasi 1% ga, inson miyasi 3% ga, inson miyasi 0.5% ga ishlaydigan ideyalarni berib yurishadi. Hammasi adashyaptimi? Da, 100%. O'sha inson menga aytadi, "Sen kimsan? Men professorman, 40 yildan beri ishlayapman" deydi. Auditoriyani yarmidan ko'p aytadi, haqiqatan ham Davron aka deydi, "Bu professor-ku" deydi. Qanday qilib u bilan tortishasiz? Da, professormi, professor emasmi? Isbot masalasi. Insonning gapi masalasi emas. Men doim aytaman, Davron Turdiyev
gapirgani uchun to'g'ri bo'lib qolmaydi hech narsa. Havolani tekshir. Misol uchun, oxirgi tasodifga aldanganlar sonimda 55 ta ilmiy havola solganman. Shuni YouTube bitagiga. Bilmayman kimdir bu narsani yana qiladimi, qilmaydimi O'zbekiston YouTube'ida. Har holda men aytganman, har bitta gapimni tagida tadqiqot bor. Tadqiqotlar ham oddiy emas. Tadqiqotlar vibrkasi katta, zo'r tadqiqotlar olgan. Bir nechta komissiya tekshirgan, chirtib olingan, xulosasi maksimal to'g'ri bo'lgan tadqiqotlarni olgan. Ya'ni ilmiyotda asosiy prinsip bu less wrong degan prinsip bor. Ya'ni kamroq adashish. Inson absolut 100% ga haq bo'la olmaydi. Shunchaki bitta inson ikkinchi insondan kamroq adashishi mumkin xolos. Bu yerda xuddi shunaqa. Shuning uchun avtoritetliga odamlar ishonishini zo'r ishlatsa bo'ladi. Misol uchun, mana Elon Musk mana shu texnikani ishlatadi. Kitob sotyapsiz deylik. Elon Musk mana shu texnikani ishlatadi desangiz, "Wow, Elon Musk ishlatar ekan, demak zo'r ekan" deydi. Odamlar sotib olish boshlaydi. Yoki deylik, aytaylik avtoritet masalasi. Misol uchun Robert Kiyosakining kitobi 10 millionta sotilgan. Wow, 10 millionta sotilgan, shuncha pulga, shuncha kitob 10 million sotilibdi. Bu avtoritet. Demak, bu insonni biz 100 ming, 200 ming dollarga chaqirsak bo'ladi. Bizga qanaqadir foyda keltirishi mumkin. Aslida olganda bu narsa doim ham ishlamaydi. Ya'ni haqiqatan ham avtoritet haq bo'lib chiqarmaydi, deb. Shuning uchun ma'lumotni tekshirish kerak. Lekin siz o'zingiz uchun bu narsani ishlatsangiz bo'ladi. Qanaqadir avtoritetli inson nomidan gapirsangiz bo'ladi. Haqiqatan ham birorta odam olasizda, mana shu mamlaqani ishlatgan, bu mamlaqani ishlatgan, bu mamlaqani ishlatgan. Mana shuning uchun bu to'g'ri deb tura olasiz. Odamlar katta ehtimol bilan bu narsaga ko'nishi osonroq bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, mana ekranda ko'rib turibsizlar o'sha g'oyalarni, 5 ta asosiy g'oya. Masala nimada? Ta'sir psixologiyasi bu juda ham zo'r va juda ham xavfli kitob o'z aslida olgan. Ya'ni bu narsani siz ishlatishingiz mumkin, qanaqadir g'araz yo'llarda yoki qanaqadir yaxshi yo'llarda. Har holda har bitta manipulyatsiya umuman olganda inson yoshligida manipulyatsiya qiladi. Tug'ma bu bizning ichimizda bor narsa. Biz qanaqadir manipulyativ xarakterga ega mavjudotlarmiz o'zi. Masala nimada? Kichkina bolacha ham o'zini yig'isi bilan ota-onasi manipulyatsiya qilishni o'rganadi. Shanoni 3 oy, 4 oydan keyin уже bo'ldi. U yig'lagisi kelmasa ham baqirib ko'zini ochib qarab qo'yish odati bor. Kimdir keldimi, kelmadimi deb. Bu narsani kuzatsangiz bo'ladi. Bu ham manipulyatsiyaning bir turi. Chunki u biladi, demak bu menga o'sha ovqat berayotgan shu ota-onam, endi u payt ota-onaligingiz bilmaydi, lekin biladiki, ozgina yaxshi bo'ladi agar ozgina yig'lasa. Va mana shu manipulyatsiyani ishlatish orqali u o'zini talablarini qondiradi. Manipulyatsiyani ishlatish jarayonida tushunib olinglar, manipulyatsiya qilayotganingizda qarshi tomonga qanaqadir manfaat bo'lishi kerak doim. Misol uchun kitobni manipulyatsiya orqali sotyapsizmi? Kitob по-любому yaxshi bo'lishi kerak. Qattiq umuman yolg'on, kerak emas kitoblarni manipulyatsiya orqali sotish bu xolislikka kirmaydi, bu yomon ish. Shu narsani tushunib olinglar. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nima uchun manipulyatsiya qilishni o'rganish kerak va nima uchun bu kitobni o'qish kerak? Asosiy sababi sizni bundan keyin manipulyatsiya qilish ancha qiyinroq bo'ladi. Shunaqa gaplar. Kitobning asosiy fikrini bitta so'z bilan aytadigan bo'lsam, inson ongli, ratsional mavjudot emas. Inson ongsiz va irratsional mavjud. Shundan kelib chiqqan holatda odamlar bilan gaplashsangiz bo'ladi va odamlarning g'alati fikrlariga, g'alati narsalarga ishonishlariga shunchaki xafa bo'lmang. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ko'proq kitob o'qing. Paka.